Ismoil Haqibey, bu odam bu xaritani olishni nega bunchalik xohlayapti? Yahudiylarning ba'zilari Sulaymon ma'badini qurishni xohlashadi. Bu ma'bad miloddan keyingi 70-yildan beri yig'i devordan tashqari butunlay vayron bo'lgan. O'shandan beri Sulaymon ma'badini yana o'rtaga chiqarib, boshqa oxillari birga marosim o'tkazib, tangrilari nomiga qurbonlik qilib va dunyo hukmronligini e'lon qilish orzusida yonishadi. Bu xaritada ma'badning joylashuvi ko'rsatilganmi? Ha, Masjidul Aqso ham Sulaymon ma'badi ichida joylashganmi? ha. Masjidul Aqsoni buzishni xohlashadi. Agar xaritani qo'lga kiritsa, qiyomatgacha birinchi qiblamizni buzishga harakat qilishadi. Nima qilamiz, Xalil Xolidbey? Xaritani beramiz, Ismoil Haqibey.